O'tgan safar yasagan julettamizni ikkinchi qismi andozasini qanaqa yasalishini o'rganamiz. Lux kachestvali simimizdan 54 cm qilib o'lchab olamiz va shunaqa aylana shaklga keltiramiz. Osnovamizni tepasiga qo'yiladigan simimizni esa 25 cm qilib o'lchab olamiz va 0,4 razmerdagi sim bilan shunaqa qilib mahkamlab o'rab olamiz. Sim bilan o'rab olgan joylarimizni temir qilida qililab chiqamiz va osnovamiz shu ko'rinishga keladi. Endiki qiladigan ishimiz osnovamizga temir qili surib, shunaqa to'rlarimizni yopishtirib olamiz. Temir qili qo'ygandan keyin 2 daqiqa kutish, ichishdan chiqmasin. Shunda yaxshi yopishadi. Setkamizni ham ayamasdan ishlatamiz. Ha, aytgancha qizlar 2000 ta bo'lishimiz munosabati bilan profilimda eng aktiv qizga shu juletkani tekinga sovg'a qilamiz. Shu bilan julettamizni osnovasi tayyor. Endi o'tgan safar yasab olgan barglarimizni yopishtirib, kokildasini ham ilib qo'yamiz. O'rtalariga xohishga qarab ko'zla yopishtirsangiz bo'ladi va natija shunaqa julettamiz tayyor. Sizga yoqdimi?